Anatomiya fanidan navbatdagi video darsligimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizni mavzusi jigar, jigarning tuzilishi, uning funksiyasi va o't yo'llari, o't pufagi hamda o't yo'llarini mexanikasiga boshlanadi. Darsimizni avvalambor jigarni umumiy ko'rinishidan boshlamoqchiman. Mana bu rasmda sizlar ovqat hazm sistemasini umumiy ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Og'iz bo'shlig'idan boshlab to orqa chiqarib teshigigacha bo'lgan masofa. Bularni biz oldingi darslarimizda o'tdik. Shuning uchun mana hozir jigarga alohida e'tibor beramiz. Mana jigar diafragmani ostida qorin bo'shlig'ini yuqorigi etajida o'ng qovurg'a ravog'ini tagida joylashgan bo'ladi. Jigar ovqat hazm qilish sistemasida eng katta bezlardan hisoblanib, buni o'ngdan chapga uzunligi 25-30 cm, oldidan orqaga qarab 20-25 cm, qalinligi esa 10-15 cm tashkil qiladi. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu jigarni alohida o'zini joylashgan joyi. Mana bu rasmda esa jigar alohida o'zi ko'rsatilgan. Jigarni chap bo'lagi bor, o'ng bo'lagi bor. Yuzalari diafragma yuzasi bor, oldingi yuzasi bor. Qirralaridan esa pastki qirralari bor. Mana bu rasmda esa o'sha jigarni endi pastki yuzasini ko'rib turibmiz. Pastki yuzasi ham bir necha anatomik obrazovaniyalarni tashkil topgan bo'lib, mana bu pastki kavak vena, o't pufagi va uni mana bu o'ng bo'lagi, chap bo'lagi va mana bu yerda kvadrat bo'lagi, mana yerda dumsimon bo'lagidan tashkil topgan. Jigarni makro tuzilishi 4 bo'lakdan. Bu endi pastki ko'rinishida bu yerda 12 barmoqli ichak, oshqozon va boshqa yo'g'on qon tomirlarini botib turgan joylari ko'rinib turibdi jigarda. Keyingi vaqtlarda jigarni nafaqat 4 ta bo'lakka bo'lamiz. Shu jarrohlik nuqtai nazaridan jigarni har bir bo'lagini endi o'z navbatida segmentlarga bo'lish tavsiya etilgan. Segmentlarni hozir ko'radigan bo'lsak, mana hozir yana qaytaramiz. Chap bo'lagi jigarni, o'ng bo'lagi. Endi segmentlar ko'radigan bo'lsak, shu jigarni 8 ta segmentga bo'linadi. Segment degani bu jigarni bir alohida o'zini struktura funksional birligi. Darvoza venasi jigarga kirib turib, bo'laklarga bo'linib, tarmoqlarga bo'linib ketadi. O'sha darvoza venasini ikkinchi tarmog'i yetib borgan joylar va o'shanga munosib, o'shanga mos keladigan jigar arteriyasi va o't yo'li bilan ta'minlangan qismiga jigar segmentlari deyiladi. Mana ko'rib turibsizlar, 8 ta segment bor. Jarrohlik paytida jigarni agar birorta segmentigina shikastlangan bo'lsa, jigarni bir bo'limini olib o'tirmasdan, bo'lagini olib tashlamasdan bitta segmenti bilan kifoyalanib qolishi mumkin. Jigarni funksiyasiga keladigan bo'lsak, jigarni funksiyasi juda bir rang-barang, juda ko'p funksiyalari bor. Bularni tushunish uchun avvalambor jigarni endi mikrostrukturasiga bir nazar tashlaylik. Ya'ni ichki tuzilishiga nazar tashlasak, o'shanda bizga jigarni funksiyasi aniqroq bo'ladi. Buning uchun mana hozir ko'rib turibsizlar, jigarni avval 4 bo'lakka bo'ldik. Undan endi segmentlarga bo'ldik. Endi segmentlar o'zi ham
bo'lakchalarga bo'linadi. Kichkina bunaqa bo'lakchalarga bo'linadi segment. Bir necha bo'lakchalarga bo'linib, mana shunaqa bo'lakchalarga bo'linadi va bu bo'lakchalarni endi sizlarga ichki jigarni mikrostrukturasini tushuntirish uchun mana shu bitta bo'lakchani men alohida bir rasmga olib chiqaman endi hozir. O'sha yuqorida ko'rsatgan jigarni bir bo'lakchasi mana bunday shaklga ega bo'ladi. O'rtasida markaziy vena degan vena tomiri bor. Shu markaziy venadan jigarni mana bu to'siqlariga, pardalariga qarab bunaqa biriktiruvchi to'qimadan bunaqa to'siqlar ketadi. Bu endi jigarni struktura funksional birligiga yetib bordik. Endi bu to'siqlarda ichida hujayralar joylashgan bo'ladi. Bunaqa hujayralari bor to'siqlarga. Bu hujayralarning nomi Kuper hujayralari desak, endi buni oldida jigar hujayralari bor. Bu jigar hujayralari. Mana bu yer jigarni sinusi deyiladi. Mana bu yer markaziy vena desak, bu sinus, jigar sinusi deyiladi. Jigar sinusiga darvoza venadan tomir keladi. Darvoza venasidan bu vena qoni keladi. Bundan yonida jigar arteriyasidan arterial qon keladi. Va nihoyat mana bu jigar hujayralari bilan Kuper hujayralarining orasida disseya bo'shlig'i bor. Shu disseya bo'shlig'idan limfa yo'li ketadi. Limfa yo'li ketadi. Mana shu jigarni uchligi deyiladi. Ya'ni darvoza venasi, jigar venasi va limfa tomiri. Uchalasi uchlik bo'ladi. Xuddi mana shunaqa bir nimalar o'rab turadi jigarni. Har tomonlama o'rab turadi. Bu yoqqa ham ketgan, bu yoqqa ham ketgan, bu yoqda, bu yoqda, bu yoqda va hokazo. Bunday qilsa, qolganini chizib o'tirmaymiz. Shuni jigarni mo'jiza to'ri deyiladi. Чудесный сеть печени deb qo'yiladi. Bularni ishlashi endi qarang. Qizil o'ngachni pastki 3dan 1dan boshlab to to'g'ri ichakni yuqorigi 3dan 1gacha bo'lgan joylarni vena tomirlari yig'ilib hammasi darvoza venasini hosil qiladi. Va bu darvoza vena to'g'ridan to'g'ri jigarga keladi. Jigarni darvozasiga keladi, shuning uchun darvoza vena deyiladi. Oyoqlardan, tazni juft organlaridan paydo bo'lgan venalar, bular pastki kavak vena bo'lib, to'g'ri yurakni o'ng bo'lmachasiga ketadi. Ovqat hazm sistemasini yana qaytalayman. Qizil o'ngachni pastki 3dan 1, oshqozon, ingichka ichak, yo'g'on ichak bo'lib,
to'g'ri ichakni yuqoriga 3dan 1gacha bo'lgan joylardan venalari avval yig'ilib o'tirib, alohida bitta sistemani, darvoza vena sistemasini hosil qiladi va jigarga kiradi. Nima uchun? Chunki bizni yegan ovqatlarimiz hammasi hazm bo'lish natijasida bulardan foydali, foydasiz, zararli narsalar ham paydo bo'ladi. Bular hammasi qonga so'riladi. Qonga so'rilib, shu darvoza venasi orqali birinchi jigarga keladi. Jigarni sinusiga kelib, o'sha darvoza venasi o'z qonini jigarni sinusiga qo'yadi. Jigarni sinusida arterial qon ham shu yerga keladi. Bular aralashadi va bu qon endi sekin mana bu periferiyadan tashqaridan ichkariga qarab markaziy venaga oqib keladi. Markaziy venaga oqib kelib, markaziy venalar hammasi yig'ilib o'tirib, endi jigar venasi bo'lib jigardan chiqib ketadi va endi pastki kavak venaga quyiladi va umumiy qon aylanish doirasiga qo'shilib oladi endi. Demak, ovqat hazm qilish sistemasini venalari avvalo jigarga kelib, mana shu sinusda yig'ilishib markaziy venaga qarab yurar ekan. Bu paytda mana bu jigar hujayralari bu qonni bir qator analizdan o'tkazadi. Bu narsa tepada ham bor hujayralar, pastida ham bor. Bu bizda bitta sathda bo'lgani uchun uncha aniq nima bo'lmasligi mumkin. Bu tepasida ham, yonida ham, tagida ham bo'lgani uchun mana shu qon mana bu jigar hujayralarini nazoratidan o'tib keyin markaziy venaga keladi. Jigar hujayralari zararli narsalarni, moddalarni, zaharli moddalarni hammasini o'ziga olib, mana bu Kupfer hujayrasi tarafga qarab o'tkazib yuboradi. Tozalangan qonni markaziy venaga qarab yuboradi. Natijada Kupfer hujayrasi bilan jigar hujayrasining o'rtasidagi dissey bo'shlig'iga qondagi butun zaharli moddalar va bu paytda taloqdan kelgan halok bo'lgan eritritsitlar qo'shilib o'tirib o'tni paydo qiladi va bu o't yo'li deb atalgan mana shu dissey yo'li bilan tashqariga chiqib, o't yo'li bo'lib tashqariga chiqib ketadi. O'sha paytda agar organizmga 12 barmoqlik ichakda yog'lar yo'q bo'lsa, o't kerak bo'lmasa, o't foyiga boradi. Agar yog'li taomlar yeyilgan bo'lsa, 12 barmoqlik ichakka ketadi o't. Shunday qilib jigar qonni tozalab, undan o'tni ajratib, keyin markaziy venaga yuboradi. Sariq kasalligi hammaga ma'lum. Sariq kasalligi vaqtida mana bu jigar hujayralari halokatga uchraydi. Chunki viruslarni trapizmi bor. Buni boshqa fanlardan ham o'tgansizlar. Ayrim viruslar mushaklarni yaxshi ko'radi, ayrim viruslar terilarni yaxshi ko'radi. Shunaqa virus borki, bu jigarni yaxshi ko'radi. Bunaqa viruslarni gepatotrop viruslar deymiz. Mana shu viruslar tushsa, u viruslarning A, B, C, D formalari bor, bilasizlar. O'sha viruslar tushishi natijasida mana bu jigar hujayralari yemirilib ketsa, mana bu yerda dissey yo'li ochilib qoladi va qon bilan o'tni yo'li bir-biriga qo'shilib ketadi. Natijada mana bu qon o't yo'liga, o't esa qonga qo'shilib ketadi. Natijada sekin-sekin tana sarg'aya boshlaydi. Sariq kasallikni sarg'ayib ketishini asosiy sababi mana shu dissey yo'lini ochilib qolishi, jigar hujayralarini yemirilib ketishi natijasida. Shunday qilib jigarni qanday ishlashini, qanday tuzilishini ko'rib oldik. Jigarni vazifalariga keladigan bo'lsak, jigarni birinchi vazifasi zaharsizlantirish, detoksikatsion vazifasi bor. Ikkinchisi oqsil almashuvida ishtirok etadi, yog'lar almashuvida ishtirok etadi.
uglevodlar almashuvda ishtirok etadi. Mana hozirgina aytdik, o't paydo qiladi. Qon ishlab chiqarish organi ham bo'lib hisoblanadi. Qonlarga depo vazifasini ham bajaradi. Qon uvishida ishlab chiqariladigan, qon uvishida ishlatiladigan trombotsitlarni ishlab chiqishda faol ishtirok etadi va bundan tashqari yana gormonal funksiyalari bor. Endi o't ishlab chiqarishini bilib oldik. Dissey yo'lidan, o't yo'llaridan kelib, o't yo'li bo'lib jigardan tashqariga o't chiqar ekan. Endi qisqagina shu o't haqida, o't yo'llari haqida to'xtalib o'tamiz. Mana bu rasmda sizlar o't pufagini o't yo'li, jigarni umumiy o't yo'li va umumiy o't yo'li mana bu yer 12 barmoqlik ichak. Bu umumiy ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Biz shuni hozir qisqacha sizlarga qanday tashkil topgani, qanday ishlashini chizib ko'rsatamiz. Shunday qilib mana buni bir jigar deb olsak, jigarni o'ng tomonidan, chap tarafidan jigar o't yo'llari chiqadi. Bu ikkala jigar o't yo'li qo'shilishib jigarni umumiy o't yo'lini tashkil qiladi. Endi mana bu yerda o't pufagini o't yo'li bor alohida mana bu. Bu o't yo'li kelib jigar umumiy o't yo'liga qo'shiladi va umumiy o't yo'lini tashkil qiladi. Endi tepadan bu yerda 12 barmoqlik ichak tushib keladi va uni pastki gorizontal, yuqori ko'tariluvchi qismi bor. Mana bu yerda endi so'rg'ich bilan 12 barmoqlik ichakka ochiladi o't yo'llari. Demak, qaytalayman. Mana bu chap jigar o't yo'li, o'ng jigar o't yo'li, o't pufagining yo'li va umumiy o't yo'li deyiladi. Agar yog'li ovqat yeyilsa, 12 barmoqlik ichakda o'sha paytda o'tga zarurat bo'lsa, o't to'g'ridan to'g'ri tushib keladi jigardan, tugaganda keyin o't qopidan tushib keladi. Agar o'sha paytda o'tga ehtiyoj bo'lmasa, lekin jigar o't ishlab chiqarsa, unda o't kelib o't pufagiga yig'ilib turadi. O't pufagi bundacha aytganda bir saqlab beradigan omborxona, o't uchun omborxona bo'ladi. Endi bu jarayon qanday idora etiladi? Qachon o'tni 12 barmoqlik ichakka yuborish kerak, qachon o't pufagiga yuborish kerak, qachon chiqish? Bu mexanizmlarini yana o'sha vegetativ nerv sistemasi, uni keyinroq o'tamiz. Vegetativ nerv sistemasi o'zini simpatik, parasimpatik bo'laklari bilan idora qilib boradi. Buning uchun yana mana bu yerda sfinkter degan buni qisilgan nimasi bor. O't pufagini o't yo'liga o'tadigan joyda sfinkter bor bu yerda. Buni Lyutkens sfinkteri deyiladi. Rossiya manbalarida Lyutkens-Martinov sfinkteri deyiladi. Endi mana bu yerda umumiy jigar o't yo'lini o't pufagi o't yo'liga qo'shilayotgan joyda Meritsi degan yana bitta sfinkter bor. Meritsi deyiladi bu. Va nihoyat mana bu yerda oddiy sfinkteri bor. Oddiy sfinkteri bor. Mana shu sfinkterlar vegetativ nerv sistemasini ta'sirida kerakli sfinkterlar ochilib, kerakli sfinkterlar yopilib, yo o't 12 barmoqlik ichakka uzatiladi, yo o't pufagiga uzatiladi. Shunday qilib, hurmatli talabalar, bugungi darsimizni yakunlaymiz. Qolgan materiallarni kitoblaringdan va qo'llaringda bor manbalardan
davom ettirib olasizlar degan umiddamiz. Endi savollar tug'ilib qolsa, yo biror qo'shimcha bir narsalarni bilgilaring kelsa, shunaqa iqtidorli talabalar uchun pastda men telefon nomerimni qoldiraman. Bemalol menga savollar bilan, takliflar bilan murojaat qilishlaring mumkin. Yana bir bor sizlarga sihat salomatlik, ishlaringda omad tilab qolaman.